Qadrdonlar, mana buni ustiga mana bunday oppoq naskida chiqqan yaxshimi yoki umuman chiqmagan yaxshimi? Lekin biz sizlarga sifatini tekshirib berish uchun albatta chiqamiz qadrdonlar. 2025-yilda oilaviy ishlab chiqaruvchi yumshoq mebellarni bog'iga Andijonga yetib kelganmiz. Kalyondan olingan bo'ladi, sinmaydigandan bo'ladi. Mana bu pampers prujinali bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi. Sakrasangiz ham mana hech nima bo'lmaydigan bo'ladi. 87-yil Quyon muchalda tug'ilganlar bemalol sakraverasizlar. Juda ham zo'r. Mana shu ko'rib turganlaring 12 kishiligi bo'ladi qadrdonlar. 12 kishiligini narxi atiga 7,5 million so'm. Buni har xil rasvetkalar bor. Mana turetskiy fasollarda bo'lganlari ham bor. Oynalar kalyonni sinmaydigan akvariumni qaranglar, fasollar ko'ryapsizlar. 12 kishiligi 7,5 million so'm. Narigini ham ko'rsatib yuboring operator. Undan tashqari tezlashasiz mana bu joyda qadrdonlar. Xo'p, 20 kishiliklari bor ekan. Mana xona ham uzun bo'ladi. Xonaning uzunligi 4 metr bo'ladi. 20 ta odam bemalol o'tiradigan bo'ladi. Narxi 8,5 million. Narigi rasvetkasini ham ko'rsatib qo'ying. Unisi ham qadrdonlar 8,5 million. Undan tashqari 3 milliondan bu yerda boshlanadi. 3 milliondan boshlab qadrdonlar har xili bor. Bizga spalni bo'ladiganlardan bormi deganlarga mana bular spalni bo'lar ekan qadrdonlar. 3 million 600 ming bunisi. Mana bunisiga keladigan bo'lsak 4 million 600 ming so'm. Undan tashqari mana bu ko'rib turganlaring xona bilan narxi 4,5 million so'mdan. Narigilari 3,5 milliondan. Pastda nomer qoldirganmiz. To'liq video tajribali so'lar YouTube kanalida. Yalang'oyoq yurib olgan azu bas ketar. Ketardi. Mashtabaga qaragan